Islom sivilizatsiyasi birinchi xalqaro forumi bugun Samarqandda davom etmoqda. Tinchlik, bag'rikenglik va ilm-ma'rifat g'oyalarini keng targ'ib etishga qaratilgan ushbu forum ishidan ayni daqiqalarda muxbirimiz Nozigul Rustamova jonli efir orqali xabar berishga shay. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat, Umid. Darhaqiqat aynan islom sivilizatsiyasining asl mazmun mohiyatini ochib berish, uning ilm-fan, madaniyat va ma'naviy taraqqiyotga qo'shgan ulkan hissasini namoyon etish, shuningdek zamonaviy dunyodagi tinchlik, bag'rikenglik va ma'rifat g'oyalarini targ'ib etishdan iborat bo'lgan forumning asosiy tadbirlari bugun Samarqandda bo'lib o'tmoqda. Hozirgina aynan Imom al-Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih asari ummat kitobi nomli konferensiya o'z ishini boshladi. Ushbu konferensiyada olimlar, ekspertlar, islomshunoslar, muftiylar ishtirok etmoqda va konferensiya avvalida e'tirof etildiki, O'zbekiston oxirgi yillarda aynan ajdodlar ilmiy merosini asrab-avaylash, tadqiq etish va uni jahonga targ'ib etish borasidagi izchil ishlarni amalga oshirmoqda. Xo'sh, bugun Samarqanddagi tadbirlar nimalardan iborat? Hozir oldimda aynan Din ishlari bo'yicha qo'mitaning axborot xizmati rahbari Ilhom Ma'rupov. Assalomu alaykum Ilhom aka. Samarqanddagi asosiy tadbirlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Haqiqatan ham mana 2-3 kundirki yurtimiz juda katta forumga mezbonlik qilyapti. Birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan bo'lib o'tayotgan ushbu forum tom ma'noda dunyoning zabardast olimlari, vazirlari, ulamolari, muftiylarni bir nuqtada jamladi va bu yerda yangrayotgan fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, haqiqatdan ham azaldan O'zbekiston ilm, ma'rifat va islom sivilizatsiyasining markazi ekanligini baralla aytishyapti. Zotan bu zamindan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Zamaxshariy, Dorimiy, Motrudiy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi birinchi, ikkinchi Renessansning namoyandalari chiqqanligi va bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan diniy ma'rifiy sohadagi islohotlar 3-Renessans sari tashlangan shahdam qadam ekanligini ulamolar, olimlar, ekspertlar bir ovozdan baralla aytishyapti. Forum doirasidagi xalqaro konferensiyalar, Imom Buxoriy hamda Imom Motrudiy hazratlarining meroslariga bag'ishlangan konferensiyalarning Samarqandda bo'lib o'tishida ham chuqur ramziy ma'no bor. Zotan muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan qaytadan bunyod etilgan ushbu muhtasham majmuaga mana kecha mehmonlarimiz kelib ochig'i hayratlanishdi. Men o'zim o'sha hamrohlik qilib yurgan arab davlatlarining yetuk ulamolari, zabardast muftiylari Imom Buxoriy majmuasiga kirar ekanlar, ko'zlarida yosh bilan kirishdi. Assalomu alayka, sizga salomlar bo'lsin ey muhaddislar sultoni, sizni sharaflantirgan, sizga shunday ehtirom ko'rsatgan yurtboshi qandayin bu Xudoning suygan bandasi degan juda katta bir e'tiroflarni aytganliklari, bu majmua bugun tom ma'noda haqiqatan ham butun islom olamiga bir nodir gavhar o'laroq tuhfa bo'lganligini alohida e'tirof etishyapti. Zotan Imom Buxoriy hazratlarining qoldirgan boy meroslarini o'rganish, tadqiq etish va uni xalqaro hamjamiyatga yetkazish bugun eng muhim vazifa ekanligini xalqaro ekspertlar e'tirof etayotganligi bu masalaning naqadar muhimligini muhtaram prezidentimiz oldindan anglaganliklarini ko'rsatadi. Zotan jaholatga qarshi ma'rifat degan ulug'vor g'oya bilan muhtaram prezidentimiz bu ishlarni tashkil etayotgan ekanlar. Imom Buxoriy hazratlarining dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan fikrlarga naqadar hamohang tarzda tashkil etayotganligini ushbu forumlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat deymiz. Qadrli teletomoshabinlar, forum doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Albatta, biz keyingi soatlarda ham mana shu tadbirlardan jonli ulanishlarni va ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Ma'lumotlar uchun tashakkur. Hamkasbim Nozigul Rustamova to'g'ridan to'g'ri jonli efir orqali biz bilan bog'landi. Davom etamiz.